Azizlarim, bu safar to'g'ri javob topishga juda qiynaldinglar. Assalomu alaykum, xayrli kun. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? To'g'ri javob topgan insonga o'sha kartalarga pul tashab qo'ydim. Rahmat kattakon ishtirok uchun. Bugun skidkani oxirgi kuni, kecha shuncha aytdim-ku, skidkani ertaga oxirgi kuni bo'ladi deb. Hamma ana u imtihonmi, qizingiz tug'ilgan kunimi? Yo'q, qizim yozda tug'ilmagan, qizim qishda tug'ilgan. O'shancha tug'ilgan kuni emas, bugun skidkani oxirgi kuni. Ulgurdi. Xarid qilganlarga xayrli bo'lsin. Hozir уже bir chetdan qo'shib chiqamiz. Offline kurs o'quvchilarimizni bitta maqtanaman, sizlarga o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Mana krasavitsalar, opamlarni qaranglar, voy dod. Pancho'lagacha tikib kelibdilar. Voy, yana bitta aylaning, maylimi? Voy, ana, aylanishlar qaranglar. Biz yoshligimizda shunaqa ko'ylak kiyish orzu qilardik. Ko'ylaklarimiz bo'lsa, bunday qilib maza qilib aylanib yursak. O'shada. Prinsessa bo'laylik. Shunaqa bo'vasiz. Nechta farzandingiz bor? Bitta qizchangiz bor. O'z девочка deysiz. Ей повезло. Мне повезло с мамой. Assalom. Juda zo'r. Bu yerdagi opamlarning ham sarafanlarini qaranglar. Juda o'zlariga yarashgan. Bu opamlar onlayn kursini sotib oluvdingiz siz? Ham onlayn kursimda o'qib, ham offlaynga ham keldik. Nima uchun offlaynga ham keldingiz? Yaxshi o'rganish. Yana ham yaxshi o'rganish. Yanada chuqurroq nima qo'yib. Juda yaxshi, chiroyli chiqibdi opa. Ko'z tegmasin. Buyursin, qiynalmadingizmi? Nimadir deng? Yo'q, qiynalmadim, oson. Rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'ling. Oratorliginglarni kuchaytiringlar, qizlar o'z tikkani boshqadasiz, siz. Muncha chiroyli. Ana olib kelgan material shunaqa chiroyli ekanmi? Softigan materiallarni olib, Voy, ana. qilib oldik. Ko'z tegmasa, yoqalaringizcha hamma joy готовый. Juda chiroyli. Agar shu koftani olinsa, 500 ming kamiga olinadi. Молодец qizlar, lekin молодец. Baho berish, hammasi harakat qilyapti. Birinchilikda. Chunki gruppada siz borsiz-da. Поддерживай, девочки, поддерживай. Bu yerda qizlarimizni, siz rubashkangiz ham o'z tikkansiz. Muncha zo'r dugonajon. Bular men bilan tenglar. Zo'r. Namangandan siz? Namanganda endi qachon ochilish qilamiz? Inshaalloh logotiplaringizni tayyorlab qo'ydik. Ana, xudo xolisa. Instagramlaringizni men atmetka qilib, borib ochilishda o'zim turaman. Inshaalloh. Inshaalloh. Hammalarga boraman. Qashqadaryodan o'tamiz. Xudo xolisa. Inshaalloh, niyatinglar yetinglar. Xudo xolisa. Sizda nima gap, opagina? Olib kelmadim, qizimga dikkat. Qani beringchi? Voy, voy. Qo'shatinglar qilibsizmi? Uncha zo'r. Ana ko'z 1,5 metr material bor edi, o'zi shtafel. Aha. Material bor edi, o'zi shtafel. Aha. O'shandan chiqdi sarafan. Yo'q. Ozgina kaltalik uchun Ulavardik. arnatonida ulavardim. Voy, ana. Kam matodan ham chiqarsa bo'ladi, andaza bilan. Kiyib bordi kecha. Assalom, xursandmi? Sog' bo'ling opa. Bugun o'zbekcha koketka mavzuyimiz. O'zbekcha koketkani ham chiroyli qilib tikib olishadi hali qizlarim. Sizniki bu opa? Qizimga tikkan. Voy, namcha chiroyli. Gulyora, qizingiz bo'ling deganda. Shunday. O'rniga ham shundoq. Barbie qilib tikibsiz o'zi ham. O'zlari hali kiyib ko'rmadilar? Kiyib ko'rdi, rosa yoqtirdi. Ishga kiyib ketmoqchi edi, lekin olib keldim ko'rsatishga. Ko'rsatish uchun, ana bo'lmasam. Kuting, yana ozginadan keyin maza qilib kiyib yurasiz. Biz videoga olaylik. Shunayman mana. Shoshmay tur deyman, oborib bir ko'rsatib baholab kerak, kiyib ketasiz. O'shada qizlarimiz baho olishadi, sababi oxirida sertifikat yoki diplomgacha ham olishlari mumkin. Lekin bu berishga hayronman. Hammaga yopib pastdan. Beraveramizmi? Qaranglar, rasklashonligini. Juda chiroyli. Bitta aylaningchi Gulyora. Voy, ana. Yoshlikka aylanishlari. Orzuyimiz edi-ding? O'shada qo'ynigimiz qancha keng bo'lsa shuncha aylanardik. O'shada, ana. Juda chiroyli, buyursin. Bu yerdagi qizlarim. Rahmat. Rahmat opajon. Rahmat. Miyalaringiz dam olib. Dam oldi. Sog' bo'ling. Maza qildim, to'g'risi. Boshida qiynalgandim, lekin maza qildim. Maza qilib bitirdim. Hammadan birinchi bitkizdim. Ana bo'lmasam. Sog' bo'ling. Qalb kasbingiz topibsiz. To'ppa-to'g'ri. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling opajon. Siz to'xtang, Barbie. Barbie qizim to'xtasinmi? Otlar nima edi?
O'sha yerdan yurib keling. Azizlarim, offline kurs o'quvchilarimiz ish jarayoni mana ko'rishingiz mumkin. Hammaligi bitishyapti, tikishyapti, xullas proses qizg'in. Nima demoqchiman? Juda ko'pchiliginglarni savollaringizga javob bermoqchiman. Savollar nimalardan iborat? Mani tikuv mashinam yo'q. Onlayn kursingizni sotib olsam, keyin tikuv mashinam olganimgacha bu kurs turadimi deganlar uchun albatta. Bu kurs bir umrga sizlarda qoladi. Hech qachon o'chirib yubormayman. Bu faqat sizlarni o'ylagan holatda qildim. Nima desam, hech qanaqa bu yerda aldov yo'q. Chunki bundan avvalgi onlayn kurs o'quvchilarimizdan ham hali beri o'chirib yubormadik, o'chirib yubormaymiz ham. Bu bir umrga qolar ekan. Mana kursi ko'rinishi qaranglar, qanaqa chiroyli, hamma narsa bor. So'raganlar uchun korset bormi? Hozir boshiga chiqaylik. Korset bormi? Baska bormi? Va ko'ylak andazalari, asos andazalar bormi deganlar uchun mana 2 oylik programmamiz. 2 oylik bitta videoni, ayajonim bilan andijonim qilgan videoni ozginasini ko'rib ko'zimga yosh keldi. O'zim o'sha yerda edim, rosa yig'ladik. Mana shu yotoqxonadagi o'quvchilarimiz bilan obязательно ko'ringlar. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Silkasini qoldiraman. Shu YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Ayajonim bilaniki, ayajon o'zlari YouTube yuritadilar-da. Shunaqa ta'sirli, voy bitta ko'ringlar, maza qilasizlar. Xotirjam, bafurja ko'ringlar. Juda ham tarbiyaviy jihatlari ko'p. Bu yerdagi qizlarimiz mana andiza qilishyapti. Qizlarjonlar, xormanglar. Charchamayapsizlarmi? Rassotchikalarim bular, ikkinchi smen o'quvchilarimiz. Xudo xolisa natijalarini ham ko'rsatamiz. Bugun o'zbekcha qayetga o'tdik. Shunaqa, hozir informatsiyani hammasini aytsam 1 minutga sig'dirib, o'sha boshlanishni boraman o'shaning uchun. Silkaga o'tib bitta ko'ringlar, mazza qilasizlar. Zo'r video chiqibdi lekin qoyil. Gandi, Madinaxon, qani? Shirinligini qaranglar. Ay jonim. Bantichalari haqiqat. Voy, ana, Barbie bo'psiz haqiqiy. Juda chiroyli. Necha yoshsiz? 14 yoshli qizalog'imiz ham mana hech ani kattalardan kam bo'lmay zo'r qilib tikibdilar. Bantiklarini ham o'zlariga moslab, ana prinsessa bo'ptilar, kostyumasi. Uydagilar xursandmi? Uydagilarga ham tikib bering, xo'p? Sog' bo'ling, charchamang. Maktab forma tayyor ekanda. Maktab forma qilishga bozorga tushmaysizlar endi. Yaxshilab dazmol qilamiz, chiroyli qilib. Etaklaringiz tekis lekin juda chiroyli chiqdi. Men buni bitiraman bugun. Aha, kimga tikyapsiz? Buni singlimga tikyapman. Nega o'zingizga ham tikmadingiz? Bunaqa fason kiymayman. Ishoning, sizga rosa yarashadi. Ha? Ko'raman. Tikib ko'ring, обязательно opa. Qalaysiz? Yaxshi. Yaxshimiz, charchamayapsizmi? Nima tikyapsiz? Forma qilib, qoradan. Juda yaxshi. Qiynalmayapsizmi? Yo'q, bo'ladi. Aha, necha yoshsiz? 14. 14 yoshli qizim. Qarang go'zalim, dizayner bo'lavering, dizayner chevar bo'ling, universal bo'ling. Ko'p dizaynerlar tikuvchi bo'la olmaydi, chunki tikishni bilmaydi, ular faqat yaratadi, chizadi. Siz bo'lsa, hammasi bittada bo'ling. Ham tikuvchi, ham bichuvchi, ham andaza qiluvchi, lekala yaratuvchi, ham dizayner. Hammasi bittada universal bo'lasiz, xo'p? Xudo xolasa. Sizni kursingizga keldim o'rganish uchun. Sizni anchadan beri kuzatamiz. Hammamiz kuzatamiz. Oyim sizni yaxshi ko'radi. Rahmat. Keldim. Rahmat jonim. Qaranglar, rubashka bilan mana shunaqa shalvarlarni tikyaptilar. Necha soatda tikdingiz? Bir kunda tikdingiz-a? Sekin-sekin Shahnoza ustozingizga o'xshab desam-da, 1 soatda tikib olasiz. Sog' bo'ling. Juda yarashibdi romollaringiz ham. Ana, romollar ham mandaniqi ko'rib qilingan-a? Ana, ustozdan o'tmagan shogird emas. Voy zo'r-ku. Yo'q, kiyib ko'rdilarmi? Xudo xolsa jonlari kirib maza qilib kiyadilar. Chiqat bo'lsalar. Aylantirib havola o'tib turadi-da. Ko'rmaganman. Aha, sog' bo'ling. Qo'limda ham tikib ko'rmaganman. Shunchalik tikdingiz? Ha. Qoyil. Uyga borman, qo'rqardim-da. Ana, yo'q, men eplolmayman dedim. Ya o'zim tikkanimga hayronman. Zamochkali qilib, simbolik. Qiynmas ekanmi unchalik? Siz o'ylaganchalik? Men o'ylaganchalik.
Ana, oson usulda xudo xolisa o'rgatamiz. Zamoklarni ham juda chiroyli qilib, ko'rinmas zamok qilib tikibdilar. Pataynoy zamoklarni qaranglar. Akkuratno ham plyusiklar ham zo'r etib. Hamma xayrog'i Sog' bo'ling. Hali bundan ham zo'r narsalar tikasiz inshaalloh. Sog' bo'ling. Programmamiz 2 oylik programmani hammasini ketma-ketlikda bajarganingizdan keyin sizlarga oxirida sertifikat, hattoki diplom ham beramiz. Darsinglar juda ham tushunarli qilib, video darslik qilib olingan, konspektlargacha ham bor. Qaranglar, mana konspektlargacha tashalgan. Hammasi zo'r qilib olingan. Video darsda aytib o'tgandek, bir umr sizlarda qoladi. Qaysi davlat yoki viloyatda burchagida bo'lsanglar ham bemalol xarid qilishingiz mumkin. 5 million so'm aslida bu kursimiz. Sizlar uchun faqat bugun kechgacha soat 12:00 gacha 590 ming so'mga olishingiz mumkin. Umuman tikishni bilmayman, hattoki meni ham qo'limga ushamaganman deganlar uchun qo'rqmanglar. Umuman tikishni bilmasanglar ham to'g'ri chokdan boshlab hammasini o'rgatganmiz. Mana to'g'ri chok tikish usullarini ham o'rgatganmiz. Xuddi offlayndagi har bitta detallarini, mashina ishlatishlarni hammasini o'rgatilgan. Bunimizni i plus qaranglar, bu yoqda har bittasini andazasi, yoni choksiz shalvar andazasi, yoni choksiz shalvar bichilishi va ogʼ ulanishlari, uni andazani konspektda ko'rinishi hammasi bor va bu yerda ko'rinishlari, kiyganda qanaqa turadi. Hammasi bor. Chokli shalvar, cho'ntak tikilish usullari, hammasi, hattoki o'zim kiygan trendovoy sultankagacha bor. Sultanka bichimlari ham mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Shulargacha o'rgatilgan. Hammasi bor qizlar. Prosta olsanglar maza qilasizlar. Asos andaza ham bor. Asos andazani so'rayotganlar uchun. Prosta men nima desam, primoy efir ham qildim tushunishinglar uchun. Hamma narsa qildim, lekin baribir savollar ko'p. Istoriyamni ko'rib, именно shu onlayn kursni kutayotganlar bo'lsa, oranglarda o'shalarga jo'natib qo'yinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman.